Bu darsimiz orqali kompyuterni asosiy xarakteristikasini, ya'ni asosiy ma'lumotini bilib olamiz. Ya'ni kompyuterimizda qanday prosessorda yoki qanday operativ o'rnatilgan, shular haqida bilib olamiz. Buning uchun nima qilamiz? Etude kompyuterga boramiz, sichqonchani o'ng tomonini bosamiz va svойствоga kiramiz. Svойствоga kirganimizda bizning kompyuterimizga qanday tizim o'rnatilganligi, prosessorimiz modeli yoki bo'lmasam kompyuterimizni operativkasi qanaqa tipdaliklari hammasini ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Qaranglar, bizda Windows 10 operatsion tizimi o'rnatilgan, Windows 10 professional operatsion tizimi o'rnatilgan, prosessorimiz Core i5, boshidagi harf 5200 degani bu boshidagisi pokoleniyasini bildiradi. Bu 5-pokoleniyada. Operativkamiz 6 GB. Tizimimiz esa 64 razryadli. Bu tomonda o'zi kompyuter nomlari bor. Bu tomonda aktivatsiyasi bor. Shular haqida ma'lumotni bemalol chetdan ko'rib olsanglar bo'ladi.